Assalomu alaykum, yaxshimisizlar qarindoshlar, men Nurman doktor. Bu filmda biz yangi tug'ilgan buvoqlar bilan munosabatlik uchurlarni sizlar bilan bahslashni o'ylashdik. Yangi tug'ilgan sog'lom buvoqlarning badan sonliq uchurlari. Bosh aylanmasi 32 sm dan 37 sm atrofida bo'ldi. Bo'y uzunligi 46,5 sm dan 53,5 sm atrofida bo'ldi. Badan og'irligi 2 gram atrofida bo'ldi. Buvoq harakatchan bo'ladi. Put-qo'llari normal rohat holatda bo'ladi. Anglash sezimi sog'lom bo'ladi. Atrofdagi jismlarni ko'ra olmaydi. Atrofda nur bo'lsa, nur manbasiga tikilib qaraydi. Sut emish harakati bo'ladi. Jismlarni qo'liga tekkizganda ixtiyorsiz holda barmoqlari bilan tutishga harakatlanadi. Atrofdagi insonlarga inkas qaytarmaydi. Ammo apa yoki dada yuzni buvoqqa yaqin ilib kelganda, buvoq diqqatini shu kishining yuziga bilib bilmay turib markazlashtirdi. Bu vaqtdagi buvoqqa va ota-onalarga tavsiyalarimiz. Birinci, buvoqni ko'p emdirib bering. Ana süti eng yaxshi ozuqliq va dori. Boshqa qo'shimcha ozuqlarni berishni tavsiya qilmaymiz. Ikkinchi, 3 oydagi gazlarni chiqarishga yordam qiling. Bu vaqtdagi eng cho'ng dard buvoqning 3 oy yo'llaridagi yellarni chiqarishda qiyinish. Uchinchi, emdirayotgan apa bek ochiq chuchuk, sovuq yoki cheklangan dorilarni ishlatmaslik kerak. Chunki sut orqali buvoqqa ta'sir qildi. To'rtinchi, ana süti emmagan buvoqlarga ishonchli sut parashugini tanlab bering. Kala suti bermang. 5. B tipli jigar yallig'i vaksinasi bo'lsa, uni emlatishni unutmang. 6. Kindiki yaqinqi bir qancha kun yoki 1-2 hafta ichida tushishi mumkin. Agar kindikdan qon yoki yiring oqsa, doktoringiz bilan ko'rishib boqing. 7. Badanda seriqlik bo'lishi mumkin. Ko'proq emdirib bering. Shunda qilganda seriqlikni kichik tarat, cho'ng tarat orqali sirtqa chiqarib. Qonimizda 12 oy va uningdan cho'ng bo'lgan buvoq bolalarning har qaysi yosh davrida badanda ko'rilgan o'zgarishlarni va tavsiyalarni qisqa, ixcham, meg'izli qilib ratlab chiqdik. Agar yuqorida deyilgan o'zgarishlarning yarmi yaqini ko'rilmasa yoki benormallik ko'rilsa, vaqtida oila doktoringiz bilan ko'rishib chiqishingizni tavsiya qilaman. Hech jiddiylashmang. Siz cho'qim yaxshi ota-ona bo'la olasiz. Buvoqingizning salomat cho'ng bo'lishiga tilakdoshman.